رسول الله حبيب الله نبي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Allah'ın rahmetinden qoğlanğan şeytanın özdürüp ketişinden Allah'a sığınıp panah talep qılman. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Bizni bütün kainat yaratgan, bizni dünya ve ahiretlik nicatlık yolu bolgan, haq dini İslam diniga hidayet qılgan, qudratlik Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'alaga cheksiz hamdlar bolsun. Alemlerge rahmet qılıp avatilgan Hazreti Muhammedun Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemge, şu Cenab-ı Resulullah'ın ailesiga, şu Cenab-ı Resulullah bilan birge haq dinini yetkizüş yolida iş narsini aymay cihad qılgan barlıq sahabalarga, ularning yo'lida qiyomat kuni qadar izchil davomlashib mangan barlıq mu'min musulmon birodarlarga Allohning rahmati va salomi bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli savoldoshlar. Biz davomlashtirib kelayotgan Janob Rasulullohning hayot tarixi haqidagi Rahiqul Maktum nomli Derslik kitabımızın dersini davamlaştırış için bugün biz yine bu dersxanaga yığıldık. Bugünkü okumakçı olan dersimizdeki temisi Cenab-ı Resulullah'a karşı Cenab-ı Resulullah'ın davet teşvikatını to'xtatish, onu baka qilish için bu aynı vaqtdagi Mekke müşrikleri shunchalik usullarni, shunchalik qarshiliklarni bildirgan bo'lsa-mu, bu Cenab-ı Resulullah'ın davet teşvikatını to'xtatish ve onu baka qilish uchun hech qanday unum paydo bermaganligini bilib, eng oxirisida bu Resulullah'a mas'ul bo'lgan eng cho'ng mas'ul Abi Talibning qishig'a bordi. Abi Talibning qishig'a 2 qatim berib, endi 3-chi qatim berish oldida 3-chi qatim berishdan başlayımız dersimizde. Qurayshun bayna yaday Abi Talib marratan ukhra. Yine bu Qurayshlarning o'zi Abi Talibga shunchalik tahdidlarni selib kelgan bo'lsa-mu, yine Abi Talib Cenab-ı Resulullah'ni himoya qilib qo'g'daydiganligini ifodalab bildirgandan keyin 3-chi qatim yani Qurayshlar Abi Talibning oldida yana bir qatim hozir bo'ldi. ولما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماض في عمله عرفت أن أبا طالب قد أبى خذلان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه مجمع لفراقهم عداوة في ذلك فذهبوا إليه بعمارة بن وليد بن مغيرة فقالوا له يا أبا طالب إن هذا الفتى أنهد فتى في قريش وأجمله فخذه فلك عقله ونصره واتخذه ولدا فهو لك. Qurayshlar Cenab-ı Resulullah'ın öz hizmetinde izchil davomlashib mengayotganligini ko'rib, hem Abi Talibning Cenab-ı Resulullah'ni yordamsiz tashlab qo'ymaydiganligini bilgan, hem Abi Talibning bu haqda o'zlari bilan dushmanlashib o'zlaridan ada juda bo'ladiganlik qaroriga kelganligini bilib, bu Abi Talibning qishig'a Ammar ibn Valid ibn Mughirani yetkilib Abi Talibga mundaq dedi. Ey Abi Talib, bu yigit Qurayshlar ichidagi eng qamlashgan, eng kelishgan, eng go'zal bir yigit. Buni sen qabul qilib ol. Uning aqli, buning yordami sana olsun. Buni bola qilib tutib ol, o sening balang olsun. Bizga sening dining, sening ota-boboning diniga qarshilashgan, sening xalqining birligini, ittifoqini parchalayotgan, ularning aqlli kishilarini döt, evang degan bu qarindishingning o'g'lini
bizga topshirib va uni biz o'ltirma. Fa innama huwa rajulun bi rajulin. Mana bu bir odamning badaliga bir odam bo'lgan bo'ladi. Debdi, buningga qarta Abi Talib javob berib bundoq dedi. Vallahi la bi'sa ma tasumunani. Atu'tuni ibnakum aghzuhu lakum va u'tikum ibni taqtulunahu. Hada vallahi ma la yakunu abadan. Allah bilan qasam, bu sizlar men bilan sodlashgan bu sodining xarakteri bu nima degan yomon. Mana o'g'linglarni menga bersizlar, men uni sizlarga berib beraman. Men sizlarga o'g'limni bersizlar, uni sizlar o'ldirib bersizlar. Haza vallahi ma la yakunu abada. Mana bundoq soda hayotlikda Alloh bilan qasam mangu bo'lmaydi. Debdi, buni ergashtirib Mut'im ibn Adi ibn Nawfal ibn Abdullah bundoq dedi. Vallahi ya Aba Talib, laqad ansafaka qawmuka va jahadu ala takhallus mimma takrahu, fama araka turidu an taqbila minhum shay'an. Allah bilan qasam, ey Aba Talib, xalqing sana insof qildi. Hem sen yoqtirmagan, sen yomon ko'rgan bir ishdan qutulishingga barliq tirishchiligini ko'rsatdi. Men sening ulardan biror narsa qabul qilmaydigandek holatda ko'rayotmisini debdi. Buningga qarta Abi Talib javob berib bundoq dedi. Vallahi ma ansaftumuni walakinnaka qad ajma'ta khazlani va mudaharatal qawmi alayya fasna ma badalak. Allah bilan qasam, menga insof qilmadinglar. Menga insof bilan muomala qilmadinglar. Lekin sen bo'lsang, meni yordamsiz tashlab qo'yish, qavmlarga menga qarshi yordam berish qaroriga kelib bo'lsa, qo'lingdan kelganini qilgin deb javob berdi. Walamma fashalat Qurayshun fi hazihi al-mufarazat wa lam tuwaffiq fi iqna'i Abi Talib بمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفه عن الدعوة إلى الله. Qurayshlar bu suhbatda mag'lub bo'lib, Abi Talibni Rasulullohni cheklash, Rasulullohni Alloh tarafga da'vat etib berishdan tusish haqida qanoat qildirishda muvaffaq bo'lolmabdi. Qurayshlar u Abu Talibdan jiroq bo'lish, Abu Talibdan o'zini jiroqroq tutish, Abu Talib bilan yaqinlashishninki shu yaqinlash olib keladigan oqibat natijadan ansirab, Abu Talibdan jiroq turishni, o'zini sal neri tutishni maqsad qiladigan bir yo'lni tanlash qaroriga keldi. Ham shu qarorni chiqardi. O qarar olsunmu endi Abi Talibning qishig'a bu Muhammadni to'sqin, bu Muhammad bizni ayiblaydi, ilohlarimizni ayiblaydi deb bu Abi Talibning qishig'i berib, Abi Talibni yoldirib o'tirishdan voz kechib, endi Rasulullohning yuziga ko'rganli yerda ening izzatiga, ening obro'yiga tajovuz qiladigan, ening cheqiladigan bir yo'lni tanlashni qaror qildi. اعتداءات على رسول الله صلى الله عليه وسلم واخترقت قريش ما كانت تتعاصمه وتحترمه منذ ظهرت الدعوة على الساحة. Endi Janob Rasulullahga Makka mushriklarınki qilgan tajovuzçılıqlara haqida to'xtalamiz. Qurayshlar o'zi da'vat maydonga oshkor bo'lib chiqqandan boshlab Qurayshlar cho'ng bo'lib kelayotgan, Qurayshlar hurmatlab kelayotgan bu hurmatni buzib ketdi. Faqat sa'uba ala ghatrasatiha va kibriyaiha an tasbira tawilan. Mana bu Qurayshlarning po'chiligi, akavurligi, buning cho'ngchilligiga bu uzun sabr qilish, bardoshlik berish bu egri keldi. Endi Janob Rasulullahga shunchalik masxirlar, sog'liq qilishlar, har xil
Cenab-ı Resulullah hakkında her xil haqorat so'zlarni qilish va uningdan boshqa qo'lidan tegishlik bo'lgan barliq eskiliklar kip turgan bo'lsa Resulullah'a. Endi Cenab-ı Resulullah'a tajovuzchilik qo'li so'z oldi. Endi mushu Resulullah'a tajovuzchilik qilguvchilarning oldida beshida Abu Lahabning bo'lishi tabiiy ahvol edi. Nemishqa? Chunki Abu Lahab Bani Hashim cemaatining boshliqlarining birisi edi. Mana boshqalar ansirab, qo'rqib, andisha qilgan narsadan bu Abu Lahab qo'rqmagan, andisha qilmagan. Hem Abu Lahab İslam ahlining eng ashaddiy bir dushmani edi. Bu Cenab-ı Resulullah'ı tuncu kunidan boshlab bir düşmanlik pozitsiyasida, düşmanlik meydanda turgan edi. Hem Cenab-ı Resulullah'a Qurayshlar o haqda tafakkur qilib, o haqda o'ylanishdan burunlam bu Resulullah'a tajovuz qilib bo'lgan. Hem biz Cenab-ı Resulullah'ı Bani Hashim'danki toplashgan, yig'ilgan sorunda Resulullah qilgan qilmishlarini, Safa tag'ida qilgan qilmishlarini biz yuqorida deb o'tib bo'ldik. Abu Lahab bu Cenab-ı Resulullah peygamber oluştan ilgiri Cenab-ı Resulullah'ın iki kızı Ruqiyya ve Ummu Kulsum'ni o'zining iki oğlu Utba ve Utaybaga etmagan edi. Hem Cenab-ı Resulullah'ı peygamberlik kelgan vaqtida bu Cenab-ı Resulullah'ın iki kızıga o ikisini talaq qilib chiqarda bu iki oğlu buyruq tushdi. Nəhayət qattiq qo'pollik bilan bu iki oğlu Cenab-ı Resulullah'ın iki kızını talaq qilib qo'yib berdi. Endi Resulullah'ın ikinci oğlu Abdullah o'lib ketgan vaqtida bu Abu Lahab qattiq xush bo'lib, bu xushalligini mushriklarga izhor qilish uchun Muhammadning avlodi uzildi. Muhammadning nasli uzildi. Endi Muhammad bir farzand, o'g'il farzandsiz qoldi deb Quraysh mushriklarning oldiga xushalligini izhor qilish uchun yugurib borgan edi. Hem Abu Lahab bu hajj mavsumlarida bozorlarda Cenab-ı Resulullah'ın yalgan çıkırış için Cenab-ı Resulullah'ın vakısından yugurib, sokuldab, yürgenligine biz yukarıda da ötken edik. Yani Tariq ibn Abdullah el-Muharib raziyallahu anhu bu Abu Lahab'ninki Cenab-ı Resulullah'ın yalgan çıkırış bilan oldu qalmasdan, onun qılam çəkinib qısqırıb qalmasdan Resulullah'ın taşılan urğanlığı, Resulullah'ın tapallarını qantıvatqanlığını ifadalab turgan rivayetlarni rivayet qildi. Endi Abu Lahab'ning ayoli bu Abu Sufyanning singlisi Harb ibn Umayyaning qizi Arva. Bu cemiyet atilishda Ummu Jamil deb atalgan, asli ismi Arva. Mana bu Ummu Jamil bu Resulullah düşmanlık qilish jihatda o'zining eridan qilishmaydi. Mana bu ayol maxsus şoxluq, tikanlik ayında şaxlını götürüp bu Resulullah mağdığa yolluğa Resulullah öyden çıkıdığan öyünün ışık tüyleriga keçilikte ekilip taşlap koydu. Mana bu ayol naiti eğizi bir bizap boğan, eğizi ve nacar, bozuk bir ayol edi. Bu Resulullah hakkında özünün tiline naiti kengirip koyup etken. Hem bu ayol Resulullah'a her xil töhmetler, her xil suikastlar arqılıq til uzatqan ayol edi. Hem bu ayol fitne otuna avutib turadi. Resulullah qarşı eğir bo'lgan bir ma'naviy ruhi urushlarni qo'zg'ar edi. Shu jihatdan bu ayolni Qur'oni Karim hammalatul hatab, ya'ni o'tan ko'tarib mangan ayol deb sifatladi. Bu ayol haqida, bu ayolning eri haqida Qur'ondan tushgan oyatni anglab, bu Janob Rasulullahning qishig'iga kelgan, Rasululloh Ka'baning qishida masjidda o'tiradi. Rasululloh bilan birga Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bor edi. Bu ayolning qo'lida bir siqim tash, shig'il tash bor.
Bu ayol bu ikisinin kaşığı gelip tuğa vaktida Allah bu ayolning Cenab-ı Resulullah'ını görüş kuvvetini, görüş nurunu Allah ele aldı. Bu ayol Resulullah'ını görmeydi, Ebu Bekir'ini gördü. Dedi bu ayol, ey Ebu Bekir, senin emrahın nerede? Bana o emrahının beni söküvatkanlığı yetti. Allah ulan kasam, eğer bu emrahını tepasam, muşu şekil taş bilen onun ağzını urtum degan edi. Allah ulan kasam, ben bir şair deb şu yadlam bir şiir to'qivatdi. Muzammaman asayna ve emruhu abayna ve dinuhu qalayna. Bu Muhammed biz asi olduk. Onun buyruğuna biz unumuduk. Onun dinine biz yaman gördük, öş gördük deb şiir to'qigan. Sümme sarafat faqala Ebu Bekir'in ya Resulallah ama teraha ra'atke. Andikin bu ayol qaytib ketdi. Ebu Bekir Siddiq radhiyallahu anhu Cenab-ı Resulullah'a mundaq dedi. Ey Allah'ın peygamberi, bu ayol seni ko'rayapti, bu ayol ko'rmidimi seni? Debdi. Cenab-ı Resulullah cevap verip dedi, ma ra'atni laqad akhazallahu bi basariha anni degan. Bu ayol meni ko'rmadi. Allah bu ayolning meni ko'rish nurini Allah ele oldi degan. وروى أبو بكر البزار هذه القصة وفيها أنها لما وقفت على أبي بكر قالت أبا بكر هجانا صاحبك فقال أبو بكر لا ورب هذه البنية ما ينطق بالشعر ولا يدفعه به فقالت إنك لمصدق. Ebu Bekir Bazar radhiyallahu anhu bu kıssını rivayet kıldı. Bu kıssada bu ayol Ebu Bekir'nin kaşığı gelip durup dedi ki, ey Ebu Bekir, bizning senin emrahın söktü. Dedi Ebu Bekir, muşu kuruluşninki, muş Kâb'nin Rabbi bilen kasam kılıp aytaman ki, bu mening emrahım şiir sözlemeydi, hem bunda tuturuksuz, manisi yok, gaplarni qilmaydi degan. Bu ayol dedi ki, inneke le musaddiqu. Sen bo'lsang so'zing tasdiq qilindigan, rost gap qildigan kishi, men sening gapingga ishonay deb ketgan. Mana Abu Lahab Cenab-ı Resulullah'ın tağısı, Resulullah'ın qo'shnisi bo'lib turib, ashning hammasini qilgan edi. Mana bu Abu Lahabning uyi bu Resulullah'ın uyi bilan choplishandı edi. Mana Abu Lahab'dan başka Resulullah'ın qo'shnilari Cenab-ı Resulullah uyda tug'anda Resulullah'a azar beradi. Mana bu vaqtda Ibn Ishaq mundaq degan. Cenab-ı Resulullah uyda vaqtida Cenab-ı Resulullah azar bergan bir guruh kishilar. Abu Lahab, Hakim ibn Abil As ibn Umayya, Uqbat ibn Abu Mu'itla, Adi ibn Amray Saqafi, İbnül Esta'il Hazali. Mana bular hemmesi Resulullah'ın qo'shnisi edi. Resulullah'ın bu qo'shnilaridan birisi Müslüman bo'lmadi, faqat Hakim ibn Abil As shu birisi Müslüman bo'ldi. Mana ularning birisi Cenab-ı Resulullah'ın o'ziga bu qo'yning a'zolarini tashlatdi. O Resulullah namoz o'qiyotgan payt. Ularning birisi mana bu qo'yning iç a'zolarini, tugining iç a'zolarini Resulullah namaz o'qigan vaqtning o'zida oldiga tishlab qo'ydigan bir tosh vati ya bular. Shu toshlarga aytdi. Resulullah bu namoz o'qigan vaqtning o'zida ulardan yugurish uchun bir parda shaklida bir toshni tiklab qo'yadi. Resulullah ular shu Resulullah'a aziyetlerini atқан vaqtning o'zida Resulullah bu aziyetlerini bir tal yog'och bilan ichqab o'zining ishqini to'xtab andan deydi, ey Bani Abdullah, bu qanday bir qo'shindorchilik bo'ldi bu? Deydi, uni yo'lga tashladi. Mana Uqbat ibn Abu Mu'ayt bu texmi bu shaqiligi, bu mehnat rezilligida texmi ochdi. İmam Buxari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu'dan mundaq bir hadisni rivoyat qildi. Cho'qim Cenab-ı Resulullah Beytullah'ın qış namoz o'qiyotgan paytda Abu Jahil va uni o'ltirayotgan bir muncha amrolari bor. O'zaro mundaq deyishdi.
Eyyukum yaci'u bisala cazurun beni fulanin feyada'uhu ala zahri Muhammed iza secede. Sizlerin qaysınglar fulanın, beni fulanın tüygüllerinin işbağırını epkilidu, onu Muhammed'nin üstüge koyup koydu, Muhammed secde kılgan vaxtıda deyişken. Mana kavmilerin en şakı, en nacar eskisi qozg'olib chiqib, u olsun Uqbat ibn Abi Muayt dedi. Mana onu epkegen, andan keyin unda qarab turgan. Rasulullah secde qilgan vaqtida Rasulullahning ikki talqinin o'ttirsa, dümbüsüge qo'yib qo'ygan. Men shu vaqtning o'zida men qarab o'tdim. Mana bu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu shu naq maydonda men berib qarab o'tdim. La ughni shay'an. Men ish narsani hojat qilolmaydim, hech narsaga qurbim yetmaydi. Agar men uchun bir qo'g'dash kuchi bo'lgan bo'lgan kashki, men hech narsaga hojat bo'lolmaydim, hech qanday narsaga orttirolmaydim. Dedi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu, ular shunda kulishib ketadi. Ularning ba'zi egilib, bunda yenchi bo'lishib, qilgan qilmishlariga noati ko'ranligan, qo'shal bo'lgan holatda kulishib ketadi. Janob Rasululloh sajda qilyapti. Rasululloh sajdadan beshini ko'tarmaydi. Rasulullohning qishig'i Fatima radhiyallohu anha keldi. O narsalarni Janob Rasulullohning dumbisini tashyapti. Rasululloh beshini ko'tarib dediki, Allohumma alayka bi Quraysh. Ey Alloh, Qurayshlarni lozim tut. Qurayshlarga jazosini, Qurayshlarning jazosini bergin deb 3 qatim. Mana bu ularga qattiq eg'ir keldi. Rasululloh ularga qarshi duo qildi. Diyani dedi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu va kanu yarawna anna ad-da'wata fi zalika al-balad mustajaba. Ular shu shaharda qilingan duo shaksiz ijobat deb qaraydi. Ondan keyin Janob Rasululloh bir-birlab ismini atdi. Allohumma alayka bi Abi Jahl va alayka bi Utbah ibn Rabi'a ve Shaybah ibn Rabi'a ve Walid ibn Utbah ve Umayyah ibn Khalaf ve Uqbah ibn Abu Muayt. Ey Allah, Abi Jahlni lazım tut. Utbah ibn Rabi'ani lazım tut. Shaybah ibn Rabi'ani, Walid ibn Utbahni, Umayyah ibn Khalafni, Uqbah ibn Abi Muaytlarning jazosini bergin. Rasululloh 7-sini sanadi. Biz bu 7-shaxsning kim ekanligi esimizdan chiqib, buni esimizda xotirlaymiz. Mening janim ening qo'l ilkida bo'lgan Alloh bilan qasam qilib aytamanki, Janob Rasululloh ismini sanagan shu shaxslarning hammasi Badr urushida o'ldirilgan, Badr quduqlariga shiqilib tushganligini ko'rdim degan. Hem Janob Rasul Umayyah ibn Khalaf Janob Rasulullohni ko'rgan vaqtning o'zida Janob Rasululloh ko'z ishorat qilib uchiq oshkora holatda eyiblaydi, masxara qildi va Rasululloh yo'q vaqtida maxfiy holatda bu g'aybatni qiladi. Bu haqda Laylul likulli umazatil lumaza yasuru tushdi. Bu azob mushu g'aybat yana Rasulullohning sahobalarining g'aybatini qilgan va ular uchiqdan uchiq oshkora azor bergan, ularning izzatiga, obro'yiga til tekkizgan shu kishilarning o'ziga Allohning azobi bo'lsin. Dedi Ibn Hisham, bu maza degan bu kishilarning o'zini uchiq oshkora yuztirani turib, ularning izzatiga, obro'yiga chaqilib, haqorat qilgan kishi bu maza bo'ladi. Ve özünün ikki ko'zini qisib turib ayıplagan. Hem onun ko'z ishorat qilib, ko'zlarini qisib turib, ayında uchiq oshkora holat sog'liq qilib, masxara qilib, uning izzatiga, obro'yiga chaqilgan kishi o maza bo'ladi. Lumaza kishilarning maxfiy holatda ayıplab, ularga azor bergan, ularning yo'q yerda g'aybatni qilgan kishi lumaza bo'ladi deb izoh bergan. En Umayyah ibn Khalaf'ninki qarindoshi Ubay ibn Khalaf. Bu Uqbah ibn Abu Muayt ikkisi qarama qarshi saf tuzib o'tgan. Bu Uqbahning o'z bir qatim Janob Rasulullohga yaqin o'tirib Rasulullohdan bu oyatlarni, vahiylarni anglagan. Bu xabar Ubay ibn Khalafga yetgan vaqtda Ubay ibn Khalaf bu
bu Uqbat ibn Abi Muaytqa agahlandırış bergen, ona qattiq kaygan edi. Hem buningdan Janob Rasulullohning yuziga tükürishni talab qilgan, bu Uqbat ibn Abi Muayt shu qiliqni qilgan edi. Rasulullohning muborak jamoliga, muborak yuziga tükügan edi. Yani Ubay ibn Xalafning o'zi bo'lsa, bu bir chirib ketgan sunyakni uvab ve onu Resulullah'ın kaçıdı Resulullah'a qarta bu şamalga kuchutup pültü atkan edi. Yani bu Cenab-ı Resulullah'ı til tekkizgen, Cenab-ı Resulullah'ı hiç gündüz azar berişte bu şüpqamagan kişilerin içinden Ahnas ibn Şurayq Saqafi var. Mana bu bedbaxtning Qur'oni Karim, bu bedbaxtning qanchalik rezil, qanchalik nachar, hem Rasululloh sahobalar qanchalik azarni berganligiga dalolat qiladigan 9 turli sifat bilan sifatladi. Mana bu Alloh taolaning vala tuti kulli halabin mahin, hammazin masha'in binamin, manna'il lil khayr mu'tadin atim, utullin ba'da zalika zanim. Sura Qalamning 13-oyati. Ey Muhammed Aleyhisselam, başkalar özünün gibiga işengil olmasa ve onun gibini rast deb tasdiq qilgan olmasa, Allah'ın şəfi keltirib qasam qiladigan qasamxo'r. Hem özünü hem başkalarının qadrini qilmaydigan ve özünü başkalarının hürmetini qilmaydigan nachar insan. Hem başkalar yo'q yoki maxfiy holatda g'ayvat qiladigan, chaqimchilik qiladigan, hem özünün iqtisadını yaxshilik yo'llari xajlashdan to'sib qoladigan to'squvchi. Yoki bo'lmasa Rasulullohni, sahobalarni Allohning yo'lidan, dindan to'sadigan. Hem başkalarının haq huquqiga tajovuz qiladigan. Rasululloh sahobalarning izzatiga, obro'yiga ularning haq huquqiga tajovuz qiladigan. Hem gunoh ma'siyatga mo'lanib ketgan o'tulni. Barlık rezil, barlık nachar qilmishlarning hammasini o'zida mujassam qilgan. Shuningdan keyin taqdirisi aniq bo'lmagan sinoxo'r bir insonning o'ziga sinodan bo'lgan bu insonning o'ziga itoat qilma deb 9 turli sifat bilan sifatlagan. Yani bu oyatning shu sababi haqida mufassirlar o'rtasida ozroq talashib bor. Bir qism mufassirlar bu ayetning o'zini shu Ahnas ibn Shurayq haqida tushgan deb qaragan bo'lsa, yana bir bo'lik olimlarning o'zi bu Valid ibn Mughira haqida tushgan. Yana bir bo'lik olimlar bu Ubay ibn Xalaf haqida tushgan deb mushkil ko'z qarash mushkilda talashba. Alma ustoz Safiyur Rahmonul Muborak bir mushkil qarashninki birisi olgan Ahnas ibn Shurayq haqida tushgan degan qarashni tarjih deb qarab, mushu Ahnas ibn Shurayq haqida tushgan deb maktabida o'tirgan. Bir qism tafsir kitoblarining o'zida Valid ibn Mughira haqida tushganligini takroq tarjih qilib o'tadi. Mana bu Valid ibn Mughira haqida tushgan degan qarashning o'zida Ibn Abbos radhiyallohu anhu rivoyat qilgan bir rivoyat bor. Mana bu badbaxtning o'zi mush oyatni olgan vaqtning o'zida bu onasining qashig'i berib, onasining qashida qalishini turib, qalishini qo'lda tutib turib, bu Muhammad meni 9 turli sifat bilan sifatladi. Buning hammasi o'zimda bor. Uni o'zim bilma, faqat lekin bu sinodim bo'lgan. Dadisi aniq emas deb mush gapni qildi. Rost gapini degan deb onasini qistiganda onasi o'zining bir molchi bilan munosabat o'tkazganligini, shu molchidan bo'lganligini degan edi. Deb bir rivoyat bor. Mayli qanday bo'lsa bo'lmasin, mushu Janob Rasulullohga azor bergan kishilar haqida tushgan bu oyat. Abu Jahl ba'zi vaqtlarda Rasulullohning qashig'iga kelib Rasulullohning Qur'onni anglaydi, ondan keyin Rasulullohning qashidan ketdi. Rasulullohga ishonmaydi, Rasulullohga itoat qilmaydi. Ne adabni, ne axloqni bilmaydi. Ne o qalbida bir qo'rqish, andish qilish yo'q edi. Bu Janob Rasululloh so'z orqali azor berib, Allohning yo'lidan to'sdi. Ondan keyin bu badbaxt o'zining qilgan qilmishi bilan kibrlangan, haqoratlik qilgan o'zining qilgan askaligi bilan faxrlangan holda qaytib ketadi.
xuddi tilga aylangan hech narsa qilmaganligi kerak. Mana bu badbaxt haqida fala saddaqa va la salla deb sura Qiyomaning 31-oyati tushdi. Mana bu badbaxt payg'ambarni tasdiq qilmadi, ham namozni o'qimadi. Hem Cenab-ı Resulullah'na haramda namoz o'qiyotganligini ko'rgan tunji kunidan boshlab Resulullah'ni namozdan cheklab kelgan edi. Bir qatim Rasululloh maqom Ibrohimda namoz o'qiyotgan payt qashidan o'tib, dediki: "Ey Muhammad, seni bu namoz o'qishdan to'smadimmi?" deb Rasulullohga tahdid solgan, qo'rqoq solgan. Onunla Rasulullah qattiq qo'pol gaplarni qildi, Rasululloh onunga vaqirdi. Dedi: "Bu badbaxt ey Muhammad, sen men qaysi narsang bilan tahdid solyapsa, qaysi narsang bilan qo'rqoq solyapsa? Ammo Alloh bilan qasam, cho'qim men bu jilg'ida, ya'ni bu Makka tavasida bu mening atrofimda turadigan so'rindoshlarim eng ko'p odamman" degan. Mana bu haqda Allah "Falyad'u nadiya sanad'u zabaniyata kalla" degan sura Alaqning 18-oyatini tushirdi. Mana o badbaxt o'zining so'rindoshlarini chaqirib baqsin. Biz zabaniyat nomli qattiqqo'l malaikalarni chaqiramiz degan. Yana bir rivoyatda Janob Rasululloh uningga bo'ynini tutib siqqan edi, boqqan edi, uni qattiq silkigan edi. O Rasululloh onunğa deydi: "Avla laka fa avla, thumma avla laka fa avla." Sura Qiyomaning 35-oyat. Sana Allah'ın cezası en layıktır. Aldığın Allah'ın cezası layıktır. Onun dikin sana Allah'ın cezası en layık bir insandırsan diye. Dedi bu Allah'ın düşmanı Ebu Cehil, bana kokak selavatımız ey Muhammed. Allah olan qasam, sen ve senin Rabbin bana iş narsa qilishga qodir bo'lanmaysan, kuching yetmaydi degan. Cho'qim men mush ikki tog'ning orasida mengayotgan kishining eng azizi men degan edi. Abu Cehil mushunda Rasululloh qattiq koyib turgan bo'lsa-mu, o'zining bu devangligidan, o'zining bu do'tligidan boshini topolmadi. Bu keyin texmi bu eskilashdi. İmam Müslim Ebu Hurayra radhiyallohu anhudan bunday bir hadisini chiqardi. Dedi Ebu Hurayra, dedi Abu Cehil, bu sizlarning aranglar Muhammadning yuzini bir to'pog'im, sizlarning aranglar Muhammadning yuzi bir to'pog'im elanmamdi? Muhammadning yuzini bir to'pog'im elaydigan kishi yo'qmi? Deyildi. Bu Abu Cehil bo'ladi. Deb dediki bu badbaxt Lat ve Uzza bilan qasam qilib aytamanki, albatta agar Muhammadni ko'rsam, uning gadini dassayman, albatta uning yuzini to'pog'im elayman degan. Fa'ata Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va huwa yusalli. Ondan keyin Janob Rasulullohning qishig'i keldi, Rasululloh namoz o'qiyotdi. O Rasulullohning gadini dassash davosida Rasululloh namoz o'qiyotgan paytda Rasulullohning qishig'i keldi. Bu ularning o'ziga ushtum tut bir ahvol bo'lmadi, faqat lakin o badbaxt o'zining oqsig'i taji qo'ydi o'tdi, o'zining qo'li bilan saqlanib o'tdi, tusib o'tdi. Dedi atrofdagi boshqalarning o'zi nima bo'ldi sana ey Abul Hakam degan. Dedi bu badbaxt men bilan uning orasida albatta bir o'tdan bo'lgan bir o'rak bor. Ham noyati bir qanotliq bo'lgan, noyati surilib bir tugi bor. Şu bana etilib kelyapti degan. Dedi Peygamber aleyhissalatu vesselam: "Law dana minni laqtafathul malaikatu azvan azvan." Agar u menga yaqinlashgan bo'lsa edi, albatta uni malaikalar bu a'zo poch holatda tutib ketdi degan. Mana bu Janob Rasululloh musulmonlar mushu Mekke'deki mushrik tağutlarının kolu arqılı mushu dinni yetkizish yo'lida, mushu dinni ching tutish yo'lida yetgan kuchurgan zulmlar, aziyatlarning eng kichigiltilgan bir shaklidir. Mana taqi bu Mekke mushriklarining tağutları taqi o'zini Allohning ahllari, Allohning
haramda o'ltiraqlashgan haram aholilari deb da'vo qilayotgan bu Mekkadagi mushrik tağutlarning qo'li orqali Rasululloh musulmonlar uchragan bu zulmninki bu aziyatlarning pek kichikiltirilgan bir shakli nusxasidir. En aşında qiyin sharoitninki talablarining qatoridan Janob Rasululloh o orqali bu musulmonlarga yetgan bu balay musibatdan qutqizadigan ham kuchining yetishicha bu musibatning besimini yengillatadigan keskin bir maydonni tanladi. Janob Rasululloh dono bo'lgan ikki xil bir qadamni qo'llandi. Mana bu da'vatni mangdirish, da'vatning nishonini ishga oshirish jihatda bu ikki xil bo'lgan bu qadamning ta'siri bo'ldi. Bu ikki qadam birisi bu Arqam ibn Abil Arqam Mahsumininki oilasini uyini o'zining da'vat tashviqotining markazi ham o'zining ta'lim tarbiya bir o'rni qilib tanlash. İkinciden Müslümanlarına Əbəşistan'a icrat qilishga buyurish. Darul Arqam, yine Arqam ibn Abil Arqamning oilasi. Kanat ta'zid daru fi asli safa ba'idatan an a'yuni tugat ve majalisi. Fahtaraha Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme liyectemi'a fiha bil muslimina sırran. Feyatlu aleyhim ayatillah ve yüzekkihim ve yuallimuhum kitaba vel hikmah. Mana bu Arqam ibn Abil Arqamning oilasi aslida Safa taqdiydi. Bu tağutlarning ko'zlaridan, ularning o'ltirib qo'yib so'rlaridan jiroq edi. Mana bu o'rinni Janob Rasululloh maxfiy holatda musulmonlar bilan yig'ilish va to'plashish uchun tanlagan. Ularga Allohning oyatini tilovat qilib berish, ularni oyat orqali poklash, ularga Qur'onni va sunnatni o'rgatish uchun shu Arqam ibn Abil Arqamning oilasini tanlagan edi. Müslümanlar öz ibadetini, özlerinin amellerini beceriş için şu yerga yig'iladi. Hem Allah Janob Rasululloh tushirgan oyatlarni qabul qilish. Halbuki ular tep-tinish xotirjamlik ichida qabul qilib o'rganadi. Mana bu islomga kirgan kishilar kirish uchun. Buni tağutlar bu huquq egalari bo'lgan hem bu Resulullah'ı Müslümanlar'ı üçmenlik kılavatkan, ularını qiynavatkan kişiler bilmeydi. Mana Janob Resulullah'nınki uçuk aşkar halatda Müslümanlar bilan yig'ilishib, to'plashib o'tgan bo'lsa, bu müşriklarning yuzidagi bo'g'an barliq qo'pollik bilan, barliq eskilik bilan Rasululloh maqsad qilgan ularning ruhiyatini paklash, ular Qur'on va sunnatdan iborat bu hikmatni o'rgatish o'ttirishda to'sqinlik qilishni maqsad qilishi bu shak qiladigan ishlar emas edi. Shak yo'q, ayda o'rnatdi. Mana bu ahvol bu ikki tarafningki to'qinishiga, ikki tarafningki urush jidal qilishiga olib berishi mumkin edi. Mana bu ahvol amaliyotda yuz berdi. İbn İshaq şunu tilg'alib o'tdi, Janob Rasulullohning sahobalari bu jilg'ilarga to'plashadi, shu yerga yig'iladi. Mana bu jilg'ilar maxfiy holatda namoz o'qiydi. Ularni Quraysh kofirlaridan bir kishilar ko'rib qolib ularni tilladi, ular bilan urushdi. Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu bir odamni uribdi, unidan qon oqdi. Mana bu islom haqida to'kilgan tunji qon bo'ldi. Yani şunisi ma'lum ki bu to'qinishish eğer uzun bo'lib kelsa, ko'p bo'lib kelsa, bu musulmonlarning vayron bo'lishi, musulmonlarning yiltizidan qatli om bo'lib qirilib ketishiga iborat. Mana bu Janob Rasulullohning o'zining son jihatdan oz, kuch-quvvatininki aciz holatida bu da'vatni maxfiy etib berishi, yoshirinib berishi, ham diyaga uyushib o'ltirishdimi maxfiy yig'ilish ishlari bu intayin dono bo'lgan va hikmatlik tadbirlarning qatoridan bo'ldi. Umumiy sahobalar o'zlarining musulmonligini va o'zlarining ibodatlarini
o'zlarininki yig'ilib bir yerga to'plashishlarini maxfiy qiladi. Ammo janob Rasululloh mushriklarning orasida da'vatni, ibodatni oshkora etib bo'lgan. Mana bu Rasulullohning da'vatni, ibodatni oshkora etib berishdan hech narsa qaytarolmaydi. Lekin janob Rasululloh musulmonlar bilan maxfiy holatda yig'iladi. Nimishqa? Mana avval musulmonlarning manfaatini, islomning manfaatini nazarda tutib turib, o'zi da'vatni, ibodatni oshkora etib bo'lgan bo'lsa-mu, bu yig'ilish bu musulmonlar bilan maxfiy bo'lgan edi. Biz bu janob Rasulullohning hayot tarixidagi bu voqealikdan har bir islom uchun xizmat qilayotgan barliq qarindoshlarning o'rganish uchun eng zo'r bir dars chiqadi. Bu islom xizmat qilish jihati birinchilik o'zini ham o'ylamasligi kerak. O'zining sharoiti, imkoniyati yaramagan bo'lsa-mu, atrofdagi boshqa qarindoshlarningki, boshqa musulmonlarningki islomning kelgusi istiqboli haqida o'ylanib, bu sharoitga baqib da'vatni olib berishi, da'vat olib berish jarayonidagi qildigan so'zlarni shu o'ringa, shu sharoitga munosib shaklda o'tirib qo'yish bu intayin muhim. Bizning bugungi darsimiz Rasulullohning hayot tarixidan ishada to'xtaydi. Hammamizni Alloh subhanahu va taolo bu darsdan manfaatlanishga, janob Rasulullohning fikri hayotimizda o'lik qilib manishga Alloh muvaffaq qilsin. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.